Mana bizi itimiz jinoyat ustida qo'lga tushdi. Tuxum o'g'irligi bilan. Har kuni tuxumlar tug'ilishi bilan yo'q bo'lib qoladi biz uyda. Endi aybni boshqa itlardan axtarib yuraveribmiz. Haqiqiy aybdor yetdi ekan. So'kishni eshitib mana yotibdi. Endi birovlar yomon negativ fikrlar bildirishmasin. Hech kim urgani yo'q u itdi-yu. Prosta qattiq gapirganimizga mana yashinib boshini teshiga tiqib olib yotibdi. Xafa bo'ldi endi. Nima qilish